Hozirgi manzilimiz Termiz shahri Begoyimda bo'lib turibdi. Islom Karimov ko'chasida qad ko'targan 3 qavatli uylarning ikkinchi qavatida umumiy maydon 61 kvadrat bo'lgan tayyor uyimiz sotuvda. Tezda shoshilamiz aziz. Ko'rib turganingizdek, parkovkalari mavjud, juda qulay lokatsiyada va etaji chiroyli etajdan bo'lyapti aziz. Kirib kelishimiz bilan to'g'rimizda bizda hojatxona bilan dushovoy birgalikda, lekin ikkalasini bemalol razdeni qilib olish imkoniyati bor, ya'ni kvadrat metr yetadi, yarimgacha kafillangan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya aslo muammo yo'q. Koridorda turibmiz, to'g'rimizda mehmonxonasi, chap qo'limizda esa spalni xonasi hisoblanadi. Narxi 455 million so'm, faqat naqdga emas, ikkilamchi va barter xizmati ham mavjud aziz. Barter, ya'ni yangi turdagi mashinaga barter xizmati bor, kelishiladi. O'ng qo'limizda esa spalni xonasi joylashgan. Ko'chaga qaragan ikkita xonasi ham. Tezda shoshilamiz. Bunaqa variantlarimiz, bunaqa lokatsiyadan, bunaqa etajdan juda kam chiqadi va tezda sotilib ketadi. Shunaqangi ikkinchi etajdan uy so'ragan tanishlarga tezda tashab qo'yamiz. Koridordan kelishimiz bilan o'ng qo'limizda esa oshxona hisoblanadi. Oshxonasi ham kotellar o'rnatilgan, gaz plitalar bor. Bog'lanish nomer 9 kodi bilan 716 53 78 WhatsApp, Telegram, imo barchasi ishlab turibdi.